Qashqadaryoni tarixi kelib ko'ramiz hozir. Qanaqa chiqayotganini. Zamin beraman. Xudo 7-may tarixi chiqishini holatini mazasini ko'ramiz. Ko'p dalam bilan ko'ramiz. Ha, gap yo'q lekin tarixi birinchi chiqishiga zo'rlik. Mazasini ko'rishimiz kerak hozir. Besh bo'ldi kilosi. 35 ming kilo. Akani o'zlari. Pishib. Nimasi tomir yo'q ekanda, yaxshi. Yana qarang, nega chiqib ketdi tarixi? Narxini nechim chiqdi hojiga buni? 35 ming. 35 mingdan donasimi nimasi? Yo'q, kilosi. Ha, kilosi. O'chog'igacha pishgan. Qashqadaryo Xitoydan ancha shirin. ko'kdalami bu? Ko'kdalar. Ko'kdalami. Qashqadaryo ko'kdalar. Ana shunaqa zo'r chiqaveradi. Luboy shunaqa. Luboy zo'r chiqadi. Bir dona xomi chiqsa 5 ta bonusi bor. Ayog'i gap yo'llagan bor. Like qo'yilib ko'pchilik O'zbekistonda tarixni kutadi. Haqiqatan zo'r bo'lib ketdi. Mazasi ham zo'r. 35 mingdan hozirgi kunda kuchi deydi 1 kilosi o'tgan. Qaraja 15 ming to'lab turib kezroqchilikka. Azam qovunni. Qovun ham sotdi. Qovun nechmi chiqdi hojiga? Tarixni zo'r ekan hozir. 35 ming. 35 ming kilosi. Mazasini ko'rib berishimiz kerak. Bo'ldi. Men qovun ham mazasini ko'raman. Yaxshimidi? 35 mingdan berasiz. Kilosi 35 mingdan. Sizlar bir tashsa kerak? Chiqadi. Sizlar bir bo'ladi. O'zbekiston qonun tarixi chiqdi. Like bosib qo'yildi. Yaqinlik jo'natib qo'yildi. Ko'pchilik Xitoyga kirib qo'rqib olishmayapti o'zi. Mana O'zbekistonda bemalol tarixlarni